Eslatib o'tamiz, siz jonli efirda Assalom O'zbekiston ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Bugun 22-noyabr shanba, kuningiz xayrli va mazmunli bo'lsin. Agar taqva ma'lumotlarga ahamiyat bergan bo'lsangiz, bugun yana bir alohida sana nishonlanar ekan. Qanday sana? Aynan sizga bog'liq. 22-noyabr sanasi o'g'il farzandlar kuni ekan, xalqaro, qarang. Bizni bayram desa ham bo'laveradi. Qisqasi, shu sabab psixolog bilan suhbat uchun oilada o'g'il farzand tarbiyasi mavzusini tanladik va mehmonimiz 25 yillik katta tajribaga ega taniqli psixolog Shavkat aka Ibrohimov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelibsiz, xayrli tong sizga. Yana ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Sobit xo'jaga hozir aynan sizning bayramingiz deganimiz sababi bor. Sababi shuki, 4 nafar o'g'illari bor. Juda ko'pchilikda bor bunaqa vaziyat va ko'pchilikni bayram bugun desak menimcha to'g'riroq bo'ladi. Va bugun ana shu mavzuda suhbatlashamiz, ana shu mavzuda gaplashamiz. Oilada tug'ilgan farzandlarning har birini tarbiyasi muhim ahamiyat kasb etadi, lekin o'g'il farzandni tarbiyalash alohida yo'li, alohida yo'nalishi bor va kelajakda u yetuk inson bo'lib yetishi, oila suyanchi, poydevori bo'lishi juda ham katta. Bugungi suhbatimizda asosiy mavzusi shu. Shavkat aka, aynan o'g'il bola tarbiyasida ahamiyat qaratish kerak bo'lgan aniq va kerakli faktlarni aytib o'tsangiz. Kelinglar boshidan boshlaylik. Uy fundamentdan boshlaganday, xuddi eng boshidan boshlaylik. Bugungi efirdan foydalanib, eng asosiy narsani aytmoqchiman. Avvalambor har bir farzandga mehr kerak. To'g'rimi yo'qmi? Ona, ota mehri kerak. Albatta, mehr kerak. Mehr uni qalbini to'ldiradi. U keyin to'liq butun inson bo'ladi-da shunda. Mehrga to'lgan bo'lsa. Endi mehr qayerdan boshlanadi desak, eng ko'p xato qiladigan narsa mana birinchi farzandimiz tug'ildi, ha? Hamma butun diqqat ana shunga. Lekin ikkinchisi tug'ilganda nima bo'ladi? Hamma diqqat, fokus ikkiga o'tadi. Ikkiga qaratiladi. Bir qolib ketdi. Endi tasavvur qiling, boyaga 1 yilmi, 2 yilmi mehrda cho'milgan farzandimiz birdaniga 100% qolib ketadi mehrsiz. E'tiborsiz qolib ketadi. Keyin yana bitta narsa, nafaqat e'tiborsiz qoladi, balkim unga nisbatan ozgina nari tur, eshikni yop, skvoznak bo'yapti, somolab qoladi deb, rahmat. To'g'rimi yo'qmi? Albatta, to'g'ri. Bizlar buni shunchaki qabul qilamiz. Hamma aylada shunday bo'ladi deb. Lekin unday emasda. Nima uchun deganda ana shu mehr kamayganida, to'g'riga kamaymay uzilganida odam shunaqa qiynaladi. Bu meni boshimdan o'tdi. Ya'ni odam deganingiz farzand nazarda tutyapsiz. Lekin farzand. onalar ham qiynaladi deb Shavkatga men ona sifatida aytyapman, mehrimiz bo'linganda biz ham qiynalamiz. Yo'q, uni juda oson yo'li bor. Mana masalan, ikkinchingiz tug'ildi, kichkinagina. To'g'rimi yo'qmi? Erkalaysiz qilasiz, lekin kattasi, birinchisi eshikni ochib kirdimi, butun diqqat bunga emasda, fokus unga. Mana masalan qiz bo'lsa, seni akang keldi. Mana senga yordam beradigan akang keldi deb, mana birinchi naqalar ana shu yerdan boshlanadi-da. Boyaga naqasini statusini ko'tarib, keling, qani, voy mani katta o'g'lim, mani singlisiga qaraydigan o'g'lim deb har bitta onani ham, otani ham so'zi boyaga fundament qo'yaveradi-da. Ana shu yerda. Agar bordi-yu, kiryaptimi? Eshik tezroq yop. Yelvizak bo'lyapti, singli shamollab qoladi. Nega kirding? Chiqib ket. Ko'pchilik shunday aytishadi-da. U uzildi. Ana endi akasi singlisiga nisbatan nima uyg'onadi? Nafrat. Nima uchun? Nima uchun deganda mehrini olib qo'ydi. Bu narsa bor. Mana siz gapiryapsiz, men tahlil qilib ketyapman va uydagi vaziyatni, holatni solishtirib boryapman. Bu narsa endi ilojsiz bo'lishi tabiiy, chunki biz masalan kichkina farzandning qo'lidagi narsani oladigan bo'lsa, katta farzand aniq gap eshitadi. Kerak bo'lsa kaltak ham yeydi. Ana shundan bunga nafrat paydo bo'lishni boshlaydi va seni deb kaltak yedim, seni deb gap eshityapman degan narsa. Endi buni yechimi nimada? Yechimi juda ham oson. Birinchi deyarli masalan 1 oy, 2 oygacha boru, akasi yo katta opasi kirganida boyagi mehrni hammasi unga yuborish kerak-da. Shunda u singlisini yo ukasini xuddi dushmandek qabul qilmaydi. Eshitgansizlar, yostiq tashab ketadi. Bittasi aytib berdi, bir kuni kirib qolsam, ukasining og'ziga, beshta yotgan ukasining og'ziga pissa tiqib yotibdi deydi. Tasavvur qiling, yana avzda kechishsam yomon bo'lardi deydi. Mana shunga sabab bizmiz, ota-onalar. Ya'ni ularga mehr bermaymiz. Agar bordi-yu, chunki bu hali kichkina buncha sezmaydi-da.
gapnida, u gap o'yinini. tushunmaydi. Shuning uchun gap o'yi unga bo'lish kerak. Ana unda bu shunday yaxshi ko'rib qoladi, yordam berib yuradigan bo'ladi. Mana bu birinchi qadam va eng qattiq xato qiladigan ota-onalar qiladigan joyida. Chunki o'zim 40 yoshimda faqat o'g'ilni otasi bo'lganman-da. Bitta qiziq narsa shunda ayolim butun mehri o'g'liga qarab ketib qoldi. Ikki qizdan keyin. Ana shunda men o'zimda sezdim shu narsani-da. Katta odamman, ilmim bor. Kulyapman-da, yetmayapti shu mehr menga-da. Eplay olmadim. Bir oy qiynaldim. Shunday og'ridiki qalbim. Aytdim, "Yo tavba" dedim. Men 40 yoshimda shuni eplay olmasam, ona bechora go'dak 2 yoshda, 3 yoshda nima qilsin u bechoralar? Shuning uchun iltimos, mana bugun efirdaman, hammanglar iltimos, ota-onalar, hech qachon to'ng'ichingizni oldida, kattani ikkinchisidan oldida buni maqtamang, xo'pmi? Ayniqsa 1-oy, 2-oy, 3-oyda keyinchalik mehr uyg'onib, hamma joyiga tushib ketadi. Tushunarli. Birinchisi, Savollar ko'p. Bugun shuning uchun iloji boricha har bir savolga qisqaroq javob bersangiz, biz ko'proq ma'lumot olishga vaqtimiz yetadi. O'g'il farzandga necha yoshdan erkakcha tarbiya berishni boshlash kerak? Endi bilamiz 5 yoshgacha bola podsho deyishadi. Ko'pchilik psixologlar bilan hamkasblaringiz bilan gaplashganimizda 5 yoshgacha tegmang bolaga. 5 yoshdan keyin tarbiyani boshlashingizni tavsiya qilamiz deyshadi. Erkakcha tarbiyani nechidan boshlash kerak? O'zi erkakcha tarbiya nima o'zi aslida? O'zimning 3 ta qizim bor, erkakcha tarbiya nimaligini bilmayman. ana bu hayotda o'zi erkak olib keladi, ayol kishi uni joylashtiradi. To'g'rimi yo'qmi? O'zi shundayda psixologiya bo'yicha. Ilgari ham u eng boshidan olsak, erkak bu ovchi olib keladi, shunday tashlaydi, ayol kishi uni hammasini maydalab joy-joyiga qo'yadi. Taqsimlaydi. Demak, bundan chiqdi, erkak va ko'chadagi ishlar hammasini to'g'rilaydi, ayol kishi bu yog'ini uydagi ishni tillo qiladi-da. Shuning uchun yoshligidan o'g'il bolani qulog'iga qo'yaverish kerak. Men ko'p eshitaman, ana meni o'g'lim kelyapti deydi. Ko'pchilik buvisi aytadi. Menga mashina olib beradigan, uy qurib beradigan deydi, yoki men prezidentim kelyapti deydi. Mashinada yuradi. Kichkina paytidan. Bu hali tik yura olmaydi pampersda, lekin voy qo'yaveradi. Motivatsiya beraverar ekan. Albatta. Tomchilab qo'yaveradi, ana shu bilan o'sadi. Men u yoq bu yashim kerak ekan, mashina olishim kerak ekan, beram tabriklayman deydi-da, mana shu birinchi urug'lar ana shunday ekan. Ya'ni ong ostiga ana shu informatsiya joylanib boraverar ekan. Albatta. Qarang, mana ong osti haqida gaplashyapmiz-da va ayni kunda o'zimning jiyanlarim ham, mana menimcha sizning farzandlaringiz ham gadjetlarga mukkasidan ketgan. O'g'il bola tarbiyasida gadjetning ahamiyati qay darajada va gadjetlardan, ya'ni nomofobiya deyiladi hozirgi zamonaviy tilda, o'g'il bolalarni qanday qaytarish mumkin? Va qanday mehnat ko'rsatish kerak? Qizlarni ishga solib qaytarsa bo'ladi, o'g'il bolalarni-chi? Keyin mana bu oilaning ichida bor-ku. O'g'il bola qiladigan ishi bor, ayol kishi qiladigan ishi bor. Yana bitta qiziq narsa, ayol kishi qiladigan ishni o'g'il bola qilsa, sekin xarakteri o'zgaradi shu tarafga qarab. Chunki erkak bilan ayolning yer bilan osmonday farqi bor. Masalan, ayol kishida rosa sabr toqat kuchli. Erkak kishi bir narsa qiladi, portlab ketadi agar mayda ish qiladigan bo'lsa. Shuning uchun uyda erkak qiladigan ishni erkak qilish kerak. Masalan, axlatni olib chiqib qo'yish, bir narsa buzilib qolsa erkak ish tuzatadi, suv oqib ketsa uni tuzatadi, lampochkalarni almashtiradi, suradi, bu yog'ini javonlarni suradi, katta og'ir ishni erkak kishi qiladi yoki katta bozorni erkak kishi qiladi. Ayol kishi guruchni ayeriga, tuzni ayeriga, yogurtni ayeriga hammasini joy-joyiga qo'yadi. Mayda ish. Mayda ishni erkak qilsa, maydalashib ketaveradi. Mayda gap bo'lish ham shunga. Shuni sababi bo'lsa kerak. Juda ham to'g'ri. Demak, o'sha gadjetlardan qaytarishni nima qilish kerak? Kichik tavsiyangiz? Eng oson yo'li unga qiziq o'yinlar bor. Juda qiziq o'yinlar bor, gadjetsiz. Jismoniy harakatlarga bog'liq. Jismoniy harakat, Agar ana shu narsaga qiziqtirilsa, hozir juda ham ko'p informatsiya, juda ham ko'p ma'lumotlar internetda, boyagi oddiy narsa, masalan, har xil rangli shariklar turadi, qog'ozga chizilgan. Sariqni chizganda masalan qo'lini bunday qo'yadi bu tarafga. Yashilni qilganda bunday qiladi. Buni qilganda masalan boshqacha ish yana boshqa qiladi. Bunday qiladi masalan, 3 xilida. Qo'lini tez o'tkazib, mana bu tez ishlaydi-da. Ya'ni bu mayda motorika deyiladi yoki joydan almashtiriladi. Men ko'p ko'rsataman-ku, mana bu barmoq mashqlari. Ya'ni yoshligidan qizni ham, o'g'il bolani ham mana bu miyani maksimal darajada ishlashiga olib kelish kerak. Mayda motorika o'yinlari bor.
oddiy boyagi jonglerina deydi, 3 ta sharikni otish, uni ham ko'rsatganman men shekilli efirda. Oddiy narsalarda, lekin u miyani zo'r rivojlantiradi. Diqqatni jamlaydi. Albatta. Gadjet ham qiladi, lekin unda har xil o'yinlar bor, boshqa tarafga olib ketib qo'yapti. Bolalarning boyagi nima deydi, boyagi dopamin gormoniga o'tkazib qo'yapti-da, ko'zni uza olmaydi. Даже katta odamlar ham uza olmay qo'yapti hozirda. Ha, juda ham to'g'ri. Bu mavzu, ya'ni gadjetlar mavzusi bo'yicha siz bilan hali alohida suhbat qilamiz, ya'ni alohida suhbatga taklif etamiz. Sizning bugungi tavsiyalaringizdan xulosa shuki, erkak kishi diqqatini jamlay olishi uchun, ya'ni bolaligida, yoshligida uni mana shunday o'yinlarga o'rgatish kerak, motorikasini rivojlantirish kerak. Hurmatli ota-onalar, agar gadjetdan o'g'il bola farzandlaringiz, umuman farzandlaringizni tobelikdan qutqarmoqchi bo'lsangiz, gadjetlardan albatta qo'l motorikasini, miya faoliyatini rivojlantiradigan o'yinlarni birgalikda o'ynang, to'g'rimi? Birgalikda oila davrasida menimcha ta'siri boshqacha bo'ladi. Albatta, asabiy bo'lib qolishni oldini olish uchun esa bular aytib o'tganlaridek mutaxassis tavsiyasi mehrni teng taqsimlash kerak. Albatta. Teng emas, ko'proq kattasiga. Ko'proq kattaga. Ko'proq kattasiga. Keyin bu katta bo'lgandan keyin bu yoqqa. Rahmat Shavkat aka, siz bilan soatlab gaplashib o'tirishga tayyormiz, lekin jonli efirimizda vaqt chegaralangani bois savollarimizga vaqt yetmay qoladi. kelgusi dasturlarimizda sizni yana yangi tavsiyalar bilan kutamiz. Tashrifingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.